Kelachiliklar orqamda turgan mana shu chinorda necha yoshga kirganini kim biladi? Men esimda taniganimdan shaqa mana shu kelachini taniganimdan shaqa shu chinor borda. Necha yoshda bo'laysizlar? Kommentariyada kutib qolaman. Bilarmiz jamoasi ko'rib turganingizdek Kelach qishlog'iga tashrif buyurdik. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videomiz sizning qishlog'ingizdan bo'lishi mumkin. Kelach qishlog'ining markazida ko'rib turganingizdek mana shunday hashamatli barcha qulayliklarga ega bo'lgan bolalar uchun davlat bog'chasi qurib berildi. Bu albatta Kelach qishlog'i uchun juda ham katta yordam bo'ldi degan umiddamiz. Kelach qishlog'i yoshlari uchun mana shunday ko'rib turganingizdek zamonaviy va ixcham qilib mini stadion ham qurib berilgan. Pop tumanida joylashgan 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi hamda uning yonginasida ixtisoslashtirilgan maktab Kelach qishlog'ida joylashgan. Kelach qishlog'ining temir yo'l vokzalidan O'zbekistonning barcha viloyatlariga borish imkoniyatlari mavjud. Kelach qishlog'i haqida ko'rgan va bilganlarimiz shulardan iborat bo'ldi. Agarda sizlar tarix haqida ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu yerda yetib chiqqan mashhur insonlar haqida ham bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Bizning Bilamiz kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.